Assalamu alaikum videoda Roblox keyboard Asmir keyboard escape oyunda bu custom speed'den borum menda 234 shuni 50 100 150 qilib o'ynab ko'raman. O'shatirdim mana 50 ga o'zgartirdim. Shunaqa qilib skor общий скорость bu. Общий speed, общий tezlik. Shuni kamaytirdim. Mana 50 ga kamaytirdim. Endi qani qayergacha o'ta olar ekanman? 50, 100, 150 ga shu ikkisini ko'ramiz. 50 keyin 100 ga o'zgartiraman, keyin oxirida 150. 150 oxirida. Birinchi bo'lib mana 50 ga o'zgartirdim, ko'rishlaringiz mumkin. Custom speed 50 ni o'tib ko'ramiz. O'tib ko'ramiz. Qayergacha boramiz ekan? Bu 50 speedda. Bu joylarda ham easy o'tsam kerak. Chunki skorushim kam. Yo'q. 50 kamlik qilyapti-da. 50 kamlik qilyapti. 70 kamda 70 qilishim kerak eganda. Shunda oson o'taman ekan. Qiyin bo'lyapti 50. 60 qilsam ham undan tezroq o'tardim. Bu stage 4dan. Stage 4da juda ham qiyin bo'lyapti. Yetmayapti mana. Mayli avvalo o'zgartiramiz. 60 mayli. Bo'lamizda yana bitta borib ko'rar ekan, mayli. Yana bitta borib ko'ray. 50 juda ham kamlik qilyapti. Da ham o'sa bo'lardi, bo'lsa kerak lekin. Chunki 50 endi boshlanuvchilar uchun cho'tki. Hop. Oxirgi imkoniyatim. Hop. O'tdim. Endi buni ko'ramiz. O'tolmasman u. Bundan ko'ramiz. Yo'q, o'tolmas ekanman. Ko'rdingizlar, 50 qayergacha borishimiz ko'rdingizlar. Stage 5 gacha bemalol borsa bo'lar ekan. Stage 5 dan stage 6 ga o'tib bo'lmaydi ekan. Yetmayapti. 3 sekund vaqtda o'tish kerak-ku, shunda o'tib bo'lmayapti. 3 sekund. Bu 50 ham custom speed, ya'ni hamma tez 50 ga qo'yganimiz kamlik qilyapti. Ko'rdingizlar, stage 5 gacha bora oldik. Endi 100 ga qo'yib ko'ramiz. 100. Bu 100 normalniy lekin. Men 100 ga qo'ydim. O'zi tez yuradi. O'zi tez. O'zi tez yuradi. Kubga olyapman. Mayli. Davom etamiz. Kubga olyapman. 50 da 100 kubik. 100 da upravlение qilish oson bo'lyapti. Hop. Mayli. Tezlashib ketdim. Lekin boyagina qaraganda oson bo'lyapti upravlение qilish. Yutar ekanman. Hop. Yetdim. 100 bemalol qisqa birinchidan bunga keyin bunga sakrab bo'ladi ekan. 100 da. Sakradim. Mana custom speed 100 da turibdi. 50 da tutmaydi. 50 da birma-bir sakrash kerak. Mana endi ko'rayotgan 100 bemalol yetish kerak. Chunki 100 bu. Kam emas. Normal tez yurayapti. O'rtacha bu yerdan 170 ga o'taman. 100 da o'tsa bo'lar ekan bemalol. Stage 6 ga, stage 5 ga o'tsa oladi ekan. Endi stage bu yerdan o'tish problema bo'lishi mumkin. Stage 6 dan o'tar ekanman. O'tdim. Stage 6 dan ko'rib.
stage 7 stage 7'ye o'tsa bo'larkan. 100 общий speedni 100 qilsak o'tib bilar ekanmiz. Stage 7'danchi. Bo'lmasa men shunaqa 100.150 qilib o'ynayman. Bu 100 bilan bu joydan ham o'tsa bo'larkan. Oy. Stage 8'ga keldik. Bundan menimcha o'ta olmaymiz. O'tsak ham stage 9'ga o'ta olmaymiz. Çünkü bu 45-level kerak. Voy! Obunachilar bu 100 bilan stage qanchada? Qarovchi o'tib bo'lmas ekan. 100 bilan qayerdan tushib ketdim men? Esimda yo'q. Mana qayergacha bordik? Hozir aytib beraman. Tak, endi 150 ga qo'yib montaj jarayonida уже qayergacha borganim, nechinchi stage'ga borganim ekranda yozib qoldiraman. Montaj qilsam. Obunachilar endi 150 ga qo'ydim. 150 juda ham oson bo'lishi kerak. Hop, juda ham oson 150. Oson. Endi bu stage boya stage mana bir stage 8 da tushib ketdim. Stage 9'ga o'tishimga ozgina qolganda tushib ketdim. Bu safar o'ta olaman, chunki 150, 120 yo 130 da o'tib bo'larkan bu stage 8dan bemalol. Reklamaga tikkan joyiga voy, reklamasini tikkan joyiga qarang. Reklama emas, admin abuz bo'lishini reklama qildi. Hop. Yana o'tdim. Hop. Ozgina qolib tushishimga kerak. Qila aytingchi, like va podpisani bosganmiz, like va podpisani bosdingizlarmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar, yozib. Va qaysi rejimni o'ynaylik Robloxda shuni yozib qoldiringlar. Kim budjet tashlaydigan bo'lsa, bemalol budjet tashlashi mumkin. Описанияda bo'ladi yoki oxirgi shortsimni ko'rsangizlar, lekinni yozib qoldirganman. Qarochi описанияda bo'ladi, lekin Robloxga bemalol budjet tashlashingiz mumkin. 100 bilan 150 bilan bemalol o'tdik. Bemalol o'tadi ekan. Bemalol shunda 140 yoki 150 общий speedlar bo'lsa, bemalol tavakkal qila olasizlar ekan. Bu stage 9 ga o'ta olasizlar ekan. 140-150 speed bilan. Men 150 bilan o'tdim. Может 140 bilan ham o'tib bo'lar. Общий speedimiz 150 ga o'tdim men. 140 bilan ham menimcha o'tib bo'lardi. Endi bu stage 9. Qancha level kerakmi? 55. Menda 112 ekan, men o'rta speedimni kamaytirib qo'yganman-da. 200 kerak bu joyda o'tish uchun. O'tolamanmi yo'qmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va qaysi rejimni Roblox o'ynashimni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Like va podpisani bosib. Let's go. O'tdim birinchidan. Bemalol bu videoni ko'rib, sizlarda ham shunaqa общий speedlar 150 yoki 200 bo'lsa, bemalol bu joylarda ham o'ta olasizlar ham yo'q. Maqsad shu. Obunachilarimga ko'rsatish, sizlarda shunaqa kam общий speedlar kam bo'lsa ham o'ta olasizlar. 150 kustum, ya'ni o'rta speed 150 bo'lsa, men 150 ga o'tibman. 150 bo'lsa, stage 9 da ham o'tsa bo'lsa kerak. Men stage 9 da ham mana 150 bilan o'tyapman. 150 da turibdi. 150 da turibdi degani bu hech qanaqa qaramchilik bo'layotgani yo'q. Shu joydan o'tsam stage 9dan ham o'tsa bo'lardi. O'tib bo'larkan. 150 bilan ham o'tsa bo'larkan. Bemalol, smelo. O'tdim. O'tdim. Obunachilar. O'tdim. Bu joydan o'tishimga ishonmayapman. Chunki bu joydan qaranglar. 70 level kerak. Kamida 200 qilish kerak. Obunachilar, men sizlarga o'tib ko'raman, lekin men kubokni olish niyatim bor edi, chunki tushib ketaman. Nima bor bu joyda?
Ha, bo'ldi. Endi ochdi menda. O'ngda ochib, o'ngdan. Chatman, mendan qotyapti. O'tsa bo'lar ekan. 150 o'rtacha 150 speed bilan o'tsa bo'lar ekan. Stage 11. Ablashlar bundan uch o'ta olmayman çünkü 80 level kerak bu joyda. 80 level uchun kamida 200 qilsam o'ta olaman. Kamida 200 qilsam kerak o'xshaydi. Hozir o'tib ko'rsataman. Men o'tib bo'lmas ekan. Sizlarda 152 speed bo'lsa, ko'rdingizlar, qaysi yergacha borib bo'lishini ayiqdan ham 150 bilan o'tsa bo'lar ekan. Lekin keyinchisidan ayiqdan keyinchisidan o'tib bo'lmas ekan. Chunki bunda 80 level kerak. 80 uchun kamida o'rtacha speedlar 150 emas, 200 bo'lishi kerak. Men hozir yana shu joyda o'taman. Voy. Men hamisha 200 yoki 170 qilib o'ynardim-da, oxirigacha bora olmasdim. Chunki 170 bilan 200 dan tepa o'ynasang, baribir qiyin bo'lardi. Chunki juda ham tez yuradi. Shuni nima qilish qiyin bo'ladi. Uchun qiynalardim. Ham ko'p oxirigacha bir marta ham borib ko'rmaganman. Men qiziq bo'lsa, like va boshqalar hammaga xayr.